Assalomu alaykum. YouTube'dagi video darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan yakuniy attestatsiya savollarini, yechimlarini ko'rishda davom etamiz. Demak, biz 7-bo'limga kelib qolganmiz, ya'ni progressiyalar. Boshladik. Birinchi savol. Tadbirkor kompaniyasida xodimlariga oylik maoshdan tashqari bonus berish tizimini joriy qildi. Birinchi oy har bir xodim 200 ming so'mdan bonus oldi. Ya'ni har bir oyda 200 ming so'mdan bonus olgan. Bonus har oy bir xil miqdorda oshib boradi. Ya'ni bir xil miqdorda oshib boradi bonusimiz. 5-oy boshida yangi ikkita xodim ishga qo'shildi va shu oy oxirida barcha xodimlar 520 ming so'm pul bonus oldi. Birinchi oyda kompaniyada 5 ta xodim ishlagan bo'lsa, 1 yil ichida jami bonus pullariga necha ming so'm sarflangan deb savol qo'yilgan. Demak, dastlab birinchi oy har bir xodim 200 ming so'mdan olgan va bonus har oy bir xil miqdorda oshgan. Demak, bir xil miqdorda oshgan bo'lsa, demak bonus arifmetik progressiya ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni arifmetik progressiyada bir xil miqdorda oshishi yoki kamayishi bu arifmetik progressiya bo'lish sharti. Yani arifmetik progressiyaga ta'rif berilganda ham ayni bir sonni qo'shishdan hosil qilinadi deb aytamiz. Shuni hisobiga bu arifmetik progressiya bo'ladi. Ya'ni demak, bu yerdan bilsak bo'ladi. Birinchi xadimiz 200 ming. Endi 200 mingni birinchi xat deydigan bo'lsak, 5-oyda 520 ming so'mdan bonus olgan. A5 deymiz, ya'ni 5-xat 520 ming. Xo'sh, shunda arifmetik progressiyaning n'inchi xati formulasi n teng a1 plus n-1 ko'paytirilgan d. Arifmetik progressiyaning n'inchi xati formulasi. Mana shunga asosan o'sha bir xil miqdorda oshganini topishimiz bu arifmetik progressiya ayirmasiga bog'liq. Ya'ni hozir bizda A5 teng deymiz. A1 plus 4 d. Shunga ko'ra 520 ming teng 520 ming teng deyman. 200 ming plus 4 d. Bu yerdan 320 ming qoladi. Teng deymiz 4 d'ga d'ni topsak 80 ming chiqadi. Demak, har oy 80 mingdan qo'shib borilgan oyliklariga. Ya'ni bonuslariga aniqrog'i 80 mingdan qo'shib borilgan. Xo'p, endi bizada savol qo'yilyapti. Birinchi oyda kompaniyada 5 ta xodim ishlagan bo'lsa, 1 yil davomida jami bonusga necha pul sarflangan deyapti. Demak, 80 mingdan har oy bonus ketgan. Dastlab birinchi oyda 5 kishi ishlagan ekan. 5 kishi ishlagan bo'lsa, ular 4 oy davomida besh kishi ishlagan. Endi bular bonus pullarini hisoblashimiz uchun birinchi oy 200 ming berilgan, ikkinchi oy 280 ming berilgan, keyingi oy 360 ming, keyingi oy 400 yana 80 qo'shsak 440 ming bo'ladi. 4 oy bular 5 kishi mana shunchadan bonus olgan. Shuni 5 ga ko'paytirib olaman. Ya'ni mana shu hisob kitob 5 ga ko'paytirib olsam, bu
dastlabki 4 oy davomida 5 kishi olgan bonuslar necha pul bo'lgani bo'ladi. Buni hisoblab olsak bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, ichkarini hisoblaymiz. 200 ming, 280, 360, 440 larni qo'shib 5 ga ko'paytirsak bizda 6400 chiqadi. Aniqrog'i 6 million 400 ming degan. Buni hozir hisob kitobi 6400 deganimiz aslida 6 million 400. Endi keyingi 8 oy davomida ya'ni 5-oydan boshlab 7 kishi ishlagan. Chunki yangi 2 xodim keldi. Ularga 520 ming pul bergan. Demak 7 ko'paytirilgan deyman. 520 ming plus 600 ming, ya'ni 80 mingdan qo'shib boshlanyapti. 680 ming hammasini hisoblab chiqsak, endi bu 12-xatga bog'liq bo'ladi. 12-xatini bu yerdan topib olsak bo'ladi. Masalan, A12 oxirgi oyda A1 plus 11 da, ya'ni A1imiz 200, 11 ko'paytirilgan 80. 880 bo'lsa 1080. Ya'ni oxirgi oyda 1 million 80 ming bergan. Qo'shaman 1080 deymiz. Endi mingini o'chirib hisoblayapmiz hozir. Xo'p, shunda buni hisoblaydigan bo'lsak, ichkaridagi hisob kitobimiz aslida arifmetik progressiyani yig'indisidan ketsak bo'ladi. Ya'ni 7 ko'paytirilgan deyman. Bu yerda 8 ta xat bor. 520 ga 1080 ni qo'shsam 1600 bo'ladi. Mana shu 1600 dan 4 ta yoki 7 ko'paytirilgan 6400 desak bo'ladi. Endi mana shu 7 ko'paytirilgan 6400 va 6400 lar yig'indisi 1 yil ichidagi bonusga ketgan pul miqdori kelib chiqadi. 1 yil davomida 6400 plus 7 ko'paytirilgan 6400 desak, 6400 ni qavsdan tashqari chiqarib olaman. 1 plus 7 8 kara 6400 bo'ladi. Bu 51200. Endi bu 51200 deganimiz nima desa, 51200 deganimiz javob degan paytimizda u mingini o'chirib tashlayapmiz, ya'ni mingini aytmasdan. Ya'ni 51200 orqasida 3 ta noli bor. Chunki biz 200 ming dastlab ishlatyaptik, keyin bundan buyog'iga 200, 280 3 ta nolni o'chirib hisobladik. Endi buni yozmoqchi bo'lsak, 51 million 51 million deymiz. 200 ming so'm pul ketdi yoki 51,2 million so'm pul bonus, ya'ni 1 yil davomida bonus sifatida berildi desak bo'ladi. Javob 51,2 million so'm pul bonus sifatida berilgan birinchi savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. Ikkinchi savol. Doston bir hafta davomida sportni yugurish turi bilan shug'ullanishni maqsad qildi. Birinchi kuni 2 kilometr yugurdi. Ikkinchi kundan boshlab yugurish masofasini har kuni bir xil miqdorda oshirib bordi. Demak, bu ham arifmetik progressiya bo'ladi. Hafta davomida 45,5 kilometr yugurdi. Jami bosib o'tgan masofasi 45,5 ekan. Doston yugurish masofasini doimo shunday oshirib borsa, 30 kun necha kilometr yuguradi? Demak, bu ham arifmetik progressiyaga oid masala. Birinchi kun 2 kilometr yugurgan, hafta davomidagi yugurgan masofalar yig'indisi 45,5, ya'ni bir haftamiz 7 kun bo'lsa S7 deymiz. 45,5 kilometr. Bizda 30-kuni necha kilometr masofa yuguradi deb savol qo'ygan. A30 topishimiz kerak. Xo'p, arifmetik progressiyada dastlabki taqdir yig'indisini topmoqchi bo'lsak, S7 teng deymiz.
birdaniga qo'yib ketyapmiz. 2 plus 6 taqsim 2 ko'paytirilgan 7 bo'ladi. Shunda 45,5 teng deyman. 2 ko'paytirilgan 2 plus 6 taqsim 2 ko'paytirilgan 7. Endi bir tomonga 2 ni ko'paytirib yuborsak, bizda 91 teng 7 ko'paytirilgan 4 plus 6 bo'ladi. Xo'p, 7 ga bo'lib yuborsak 13 teng 4 plus 6 Shu yerdan d ni topsam 13 dan 4 ketsa 9, 6 ga bo'lsam 1,5 d teng 1,5. Demak, kuniga 1,5 kilometrdan masofani oshirib borgan. Xo'p, endi biz 30-kuni qancha masofa bosib o'tishini topishimiz kerak. Ya'ni A30 topishim kerak. A30 bu A1 plus 29 d bo'ladi. Shunda 30-kunda bosib o'tgan masofasi teng deyman. 2 plus 29 ko'paytirilgan 1,5. A30 teng deymiz. 2 plus 29 1,5 ko'paytirsak 43,5 bo'ladi. 2 ni qo'shsak 45,5 kilometr. Demak, 30-kuni 45,5 kilometr masofa bosib o'tgan deymiz. Ikkinchi savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 3-savol. Tennis koptokchasi 3 metr balandlikdan yerga tashlandi. Koptokcha bir necha marta yerga urilib, sakradi va keyin to'xtadi. Koptokcha har gal tushgan balandligining ma'lum qismiga sakrab to'xtaguncha jami 12 metr yo'l bosib o'tdi. U har gal tushgan balandlikning qanday qismini sakragan? Deylik, koptok 3 metr balandlikdan tushyapti. Ya'ni 3 metr balandlikka sakrayapti. Endi tashlangan paytda yerga urilib qandaydir balandligini qandaydir qismicha ko'tariladi. Ya'ni balandlik dastlab 3 metr bo'lgan bo'lsa, keyin bu balandligini qandaydir qismicha desak, 3 ko'paytirilgan qandaydir x deyman qismi. Keyingi safar xuddi shunday yana balandlik qandaydir qismicha desa, endi 3x ni x qismi, ya'ni bir xil miqdorda. Bunda endi 3x kvadrat deymiz. Undan keyin yana balandlik qandaydir qismicha ko'tariladi va hokazo shu ko'rinishda ketyapti. Endi bu bir tomonga qarab dumalatmagan, ya'ni bir joyda sakrab turgan. Endi men yondan chizib ko'rsatyapman, yoyib. Aslida chizmasi mana bu bitta chiziq bo'yicha joyda sakrab turgan bo'lishi kerak. Ya'ni 3 metr sakragan, keyingi safar ana shu 3 metrni qandaydir qismicha, ya'ni 3x shu joyda sakragan. Undan keyin o'sha 3x ning yana x qismicha 3x kvadrat sakragan bo'ladi. Biz yondan chizayotganimiz sababi koptok chiqarib otib yuborilmaganda, tashlab yuborilgan. U bir joyda sakraganda, joyda sakragan paytda dastlab 3 metr, keyin 3 metrni qandaydir x qismicha, keyin 3x ni qandaydir x qismicha bo'lsa 3x kvadrat, undan keyingisi yana 3x kvadratni qandaydir x qismicha sakragan bo'lsa 3x kub va hokazo mana shu ko'rinishda sakragan deymiz. Xo'p, endi shularning yig'indisi jami, ya'ni balandliklar yig'indisi jami 12, ya'ni 3 plus 3x plus 3x kvadrat plus 3x kub plus va hokazo. Oxirida to'xtagan shu bosib o'tgan masofasi 12 ga teng deymiz. Endi bundan 3 ni chiqarib olsak, qavsida 1 plus x kvadrat plus x ni kubi plus va hokazo teng 12. Endi bu x birdan kichik son. Chunki 0 1 orasida son deymiz. Balandlik har gal kamayib boradi, oxirida to'xtab qolgan. Demak, bu yerda chekis kamayuvchi geometrik progressiya ketyapti. Chekis kamayuvchi geometrik progressiyada birinchi hadi b1 deymiz, 1 ga teng bo'layapti. Quv esa nimaga oshyapti? X ga oshib boryapti. Ya'ni har bir xat x ga ko'payib boryapti.
Xo'p, shunda barcha hadlar yig'indisi deymiz. Keskin geometrik progressiyada 3 ko'paytirilgan b1 taqsim 1 minus q bo'ladi. b1imiz 1 ga teng, q'miz esa x ga teng. Teng 12 ga. Xo'p, mana shu tenglamadan 1 taqsim 1 minus x teng 4 deymiz. 3 ga bo'lib yubordik. Tenglik ikkala tomonni ham. Xo'sh, keyin 1 minus x teng 1 taqsim 4 deymiz. Bu yerdan x ni topsak 3 taqsim 4. Demak, har gal balandlikning 3 taqsim 4 qismicha sakragan. Qanday qismiga sakragan desa 3 taqsim 4 deymiz. Demak, javob har gal bir xil sakragan 3 taqsim 4 qismiga sakragan bo'ladi. Bu 3-chi savolimizda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 4-chi savol. Xo'sh, shahar aholisi 200 ming kishidan iborat. Har yili aholi tabiiy ravishda 5% ga oshib bormoqda va doimiy ravishda yil oxirida 2000 kishi ko'chib keladi. 3 yildan keyin shahar aholisi soni necha nafarga ortadi debdi. Qanchaga ortishi kerak? Dastlab birinchi yilni hisoblaymiz. Birinchi yil 200 ming kishi bo'lsa 5% ga oshadi. Tabiiy ravishda 200 ming kishini 5% ni topamiz. Ko'paytiramiz 5%, ya'ni 0.5 ga. Ko'paytirsak 10 ming. Demak, 200 ming kishi tabiiy ravishda 200 mingni qo'shsak 10 ming, 210 ming bo'ladi. Endi yil oxirida 2000 kishi ko'chib keladi. 210 mingga 2000 qo'shamiz. Shunda bir yilda, ya'ni birinchi yil 212 ming kishi bo'ldi. Ya'ni shahar aholisi birinchi yil. Endi ikkinchi yilni ko'ramiz, ya'ni ikkinchi yil qancha bo'ldi desak, ikkinchi yil o'sha birinchi yilda 212 ming bo'lganda oxirida shuni 5% cha tabiiy ravishda oshadi. 5% ni topamiz. 5% 10600 bo'ladi. Xo'p, 10600 bo'ladi. 212 mingga 10600 ni qo'shsak bu 222600. Ikkinchi yil oxirida ham xuddi shunday 2000 kishi ko'chib keladigan bo'lsa 222600 ga 2000 ni qo'shamiz. 224600 kishi bo'ladi ikkinchi yil oxirida. Demak, bizda birinchi yil oxirida 212 ming bo'ldi, ikkinchi yil oxirida esa 224600 kishi bo'ldi. Xo'sh, endi 3-chi yil oxirida qanday bo'ladi? Buning uchun 224600 ni 5% ni topib olamiz. Tabiiy ravishda 5% ko'payadigan uchun topsak 11230 bo'lar ekan. 11230 224600 ga qo'shamiz 11230 ni. Buni qo'shadigan bo'lsak 235830 bo'ladi. 233830. Endi tabiiy ravishda bu oshdi. Endi 2000 kishi yil oxirida ko'chib keladigan bo'lsa 233830 ga ko'chib kelgan 2000 kishini qo'shamiz. 237830 kishi bo'ladi. Ya'ni 3-yil oxirida mana shuncha. Endi 3 yildan keyin necha nafarga ortadi desa 237830 dan dastlab 200 ming kishini olib tashlaymiz. Shunda 37830 kishiga ortadi. Demak, javob desa 37830 kishiga ortadi deymiz.
Ya'ni 3 yildan keyin. Mana shunday javob berib qo'yishimiz kerak. 4-savol. 5-savol. 5, 8, 11 va hokazo va 4, 9, 14 va hokazo arifmetik progressiyalarining nechta umumiy hadi 300 dan kichik bo'ladi? Nechta umumiy hadi degan. Dastlab birinchi arifmetik progressiyani yozadigan bo'lsak, birinchi arifmetik progressiya hadlari 5, 8, 11 3 ga ortib boryapti bu. 14 deylik, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 va hokazo ketadi. Bu birinchi arifmetik progressiya. Endi ikkinchi arifmetik progressiyani yozadigan bo'lsak, ikkinchi arifmetik progressiyamizni xo'sh, hadlari 4, 9, 14 bu 5 ga ortib boryapti. 5 ga ortib boradigan bo'lsa 19, 24, 29, 34 bo'ladi. 39 va hokazo ketyapti. Endi bo'ladi umumiy hadlari. Umumiy hadlari qaysilar desa, ikkalasida ham bor hadlar. Umumiy hadlari ikkalasida bor. 14 bor. 29 bor. Mana shu umumiy hadi. Undan keyingi had, agar bular arifmetik progressiyani tashkil qilayotgan hisobga olsak, 15 taga farq qilyapti. 14, 29, undan keyin 15 ni qo'shsak 44 bo'ladi va hokazo. Mana shu umumiy hadlar. Endi mana shu umumiy hadlardan nechtasi 300 dan kichik deyapti. Deylik, buni A1 14 D 15 ga teng bo'lsa, ayn nechta hadi 300 dan kichik? Shu n'lar sonini topishimiz kerak. N nechta? Endi arifmetik progressiyada bilamiz, n'inchi had A1 plus n minus 1 d bo'ladi. Shunga ko'ra n'inchi hadini topib olaman. A1 14 ga teng, n minus 1 d 15 ga teng. Ayn 15n minus 1 bo'lar ekan. Ya'ni n'inchi hadimiz 15n minus 1 ko'rinishda. Mana shu 15n minus 1 ni biz kichik 300 tengsillik ishlaymiz. 15n kichik 301, n kichik 301 taqsim 15 yoki 20,15 dan 1 deb yozib olsak bo'ladi. Endi n natural son ekanligini hisobga olsak, endi qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari 1, 2, 3 va hokazo 20. Demak, nechta hadi 300 dan kichik, ya'ni nechta umumiy hadi 300 dan kichik esa 20 ta deymiz. Demak, javob 20 ta umumiy hadi 300 dan kichik bo'ladi. Bu 5-savolimiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. 6-savol. Kvadratning tomonlari o'rtalarni tutashtirib, yangi kvadrat hosil qilindi. Hosil qilingan kvadratning tomonlari o'rtalarni tutashtirib, yana yangi kvadrat hosil qilindi. Shu jarayon cheksiz davom ettirilganda hosil bo'lgan barcha kvadratlar yuzalari yig'indisi 128 cm ga teng bo'lsa, dastlab kvadrat tomoni uzunligini toping debdi. Deylik, birorta kvadrat olsak, kvadrat desam, birdaniga kvadrat chizib yuborsak ham bo'ladi. Deylik, mana shu kvadrat. Endi bu kvadrat tomonlar o'rtalarni tutashtiramiz. Tutashtirsak, yana kvadrat hosil bo'ladi. Endi bu kvadratni ham tomonlar o'rtalarni tutashtirsak, endi jarayon cheksiz davom etadi. Kvadratni ham tomonlar o'rtalarni tutashtiramiz. Xo'sh, hosil bo'lgan kvadratni ham o'rtalarni
tutashtiriladi. Mana shu jarayon cheksiz davom etadi. Endi shunda nima hodisa yuz beradi desak, yuzalar yig'indisi, ya'ni ketyapti. Bu yerda cheksiz kamaychi geometrik progressiya bo'ladi. Deylik, o'rtalar desak, dastlabki kvadratimizni tomonini x deb belgilashga tursam, o'rtalar tomoni teng 2 bo'linadi. X taqsim 2. Dastlabki kvadratni yuzini S1 deb belgilashga tursam, bu x kvadrat bo'ladi. Undan keyingi hosil bo'ladigan kvadratimizni tomoni x taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon to'g'ri burchakli, ya'ni teng yon to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi bo'lyapti. Bu esa o'sha x taqsim 2 bilan, ya'ni x taqsim 2 ni kvadrat ko'tarib qo'shadigan bo'lsak, x taqsim 2 ko'paygan ildizosi 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu bundan keyingi kvadrat tomoni bo'ladi. Shunda keyingi hosil bo'ladigan kvadratni yuzini hisoblamoqchi bo'lsak, x taqsim 2 ko'paygan ildizosi 2 ni qavs kvadrati bo'ladi. Bu esa x kvadrat taqsim 2 ga teng. Endi 3-ichkaridagi kvadrat tomon topishga harakat qilamiz. Buni tomon topish uchun bular ham tomon teng 2 ga bo'lyapti deb qaraydigan bo'lsak, 3-sini tomoni bu tomon uchun o'rta chiziq bo'lib qoladi. Ya'ni bu x bo'ladigan bo'lsa, bu x taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni 3-kvadrat tomoni x taqsim 2 ga teng. Uni yuzini hisoblaydigan bo'lsak, S3 x taqsim 2 ni kvadrat. Shunda buni yuzi x kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Endi e'tibor qaratsak, kvadrat yuzalari x kvadrat taqsim 1 taqsim 2 kamayib boryapti. Mana shu jarayon cheksiz davom etadi. Shunda mana shu yuzalar, ya'ni S1, S2, S3 plus va hokazo cheksiz hammasini yuzalarni qo'shsak 128 ga teng deyapti. Bu ham cheksiz kamaychi geometrik progressiya bo'ladi. Ya'ni x kvadrat plus x kvadrat taqsim 2 plus x kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Bundan keyingisi x kvadrat taqsim 8 deymiz. Plus va hokazo teng 128 ga. Endi bundan x kvadrat chiqarib olsam, qavsida 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 8 plus va hokazo cheksiz ketadi, teng 128. Endi bu ham cheksiz kamaychi geometrik progressiya. Barcha hadlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, x kvadrat ko'paytirilgan b1 birinchi haddi 1 ga teng. Q'miz nimaga farq qiladi? 1 taqsim 2 ga 1 minus q. b1 taqsim 1 minus q deyimizda 128 ga teng deymiz. Shunda x kvadrat ko'paytirilgan 2 teng 128. X kvadrat 64. Bundan x plus minus 8 chiqadi. Nisbatni olamiz, x teng 8. Demak, dastlabki kvadratning tomoni 8 ga teng deymiz. Javob 8 ga teng. 6-savolimiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. 7-savol. A, B va C sonlar o'suvchi geometrik progressiyani. O'suvchi desa, demak bu geometrik progressiyada q birdan katta o'suvchi bo'lish uchun mahraj birdan katta bo'lishi kerak. A, B plus 2 va C sonlari esa arifmetik progressiyani tashkil etadi. Demak, A, B, C bu 3 ta son geometrik progressiyani tashkil qilar ekan. Geometrik progressiya A, B plus 2 va C sonlari esa arifmetik progressiyani tashkil qilar ekan. Shunda bu yerda A teng 1 bo'lsa, A plus B plus C ni uchalasining qiymatini topishimiz kerak. Demak, A teng 1 bo'ladigan bo'lsa, dastlab geometrik progressiyaning xossasiga ko'ra, ya'ni birinchisida geometrik progressiya degan uchun xossani qo'llaymiz. B kvadrat,
ya'ni o'rtadagi xatni kvadrati ikkita chetki xatni ko'paytmasiga teng deymiz. Ikkinchisi arifmetik progressiya. Demak, o'rtadagi xat ikkita chetki xatning o'rta arifmetiga teng bo'ladi. Mana shu shaklda arifmetik va geometrik progressiya hosilani qo'llaymiz. A birligini hisobga olsak, b kvadrat teng 1 ko'paytirilgan s bo'ladi. Bunisida esa 2 ko'paytirilgan b plus 2 teng 1 plus s deb yozib olsak bo'ladi. Bu yerdan s teng b kvadrat kelib chiqadi. Ya'ni s o'rniga b kvadrat qo'yib yuborsam bo'ladi. Shunda 2b plus 4 teng 1 plusdan s o'rniga b kvadrat qo'yib yuboramiz. Va b kvadrat minus 2b minus 3 teng 0 ko'rinishdagi kvadrat tenglama kelib b ga bog'liq. Endi bu kvadrat tenglamani ildizlarini vid yaramasi ko'ra aytadigan bo'lsak, ildizda ko'paytmasi minus 3 ga yig'indisi 2 ga teng. Demak, bitta holatda b'miz 3 va minus 1 qiymat qabul qiladi. Endi o'suvchi bo'lgani uchun b a dan katta bo'lishi kerak. Demak, b ni 3 olamiz. Minus 1 yechim bo'lmaydi. Xo'p, b 3 oladigan bo'lsak, geometrik progressiya bo'lgani hisobiga b 3 bo'lsa, geometrik progressiyaning mahraji q b naga bo'lganimizga teng bo'ladi. Ya'ni 3 taqsim 1. Shunda q 3 ga teng bo'lyapti. Yani 3 ga farq qilgan. Xatlarimiz a teng 1, b teng 3, s'miz 9 bo'ladi. Ya'ni 3 ga ko'paygan. A plus B plus S'lar yig'indisi esa B plus 3 plus 9 13 ga teng. Demak, javob A plus B plus S'ning yig'indisini 13 ga teng deymiz. 7-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 8-savol. Ikkinchi xati 1 taqsim 2 ga yig'indisi esa 2 ga teng bo'lgan cheksiz kamaychi geometrik progressiyaning 3-chi xatini toping deb. Demak, geometrik progressiyani 2-chi xati 1 taqsim 2 ga yig'indisi s, endi cheksiz kamaychi bo'lsa, barcha xatlaringiz s ga teng. 2 ga teng bo'lgan cheksiz kamaychi geometrik progressiya, cheksiz kamaychi geometrik progressiya bo'lgani uchun q modul jihatdan 1 dan kichik bo'lishi kerak. Cheksiz kamaychi bo'lish uchun 3-chi xatni toping debdi. 3-chi xatni topishimiz kerak ekan. Xo'p, endi bizda ikkinchi xat birinchi xat ko'paytirilgan mahraj, ya'ni b1 ko'paygan qga teng. Uni bilamiz. Shunga ko'ra 1 taqsim 2 ga teng b1 ko'paytirilgan q deb yozib olsam bo'ladi. Shu yerdan b1 ning qiymatini topsam ham bo'ladi. Cheksiz kamaychi geometrik progressiyada barcha xatlar yig'indisi b1 taqsim 1 minus q ga teng. Endi bundan 2 teng b1 taqsim 1 minus q deb yozib olsak bo'ladi. Xo'p. Endi bu ikkalasidan ikkinchisidan qaraydigan bo'lsak, b1 ning o'rniga 2 ko'paytirilgan 1 minus q qo'yib yuborsam bo'ladi. Ya'ni b1imiz mana shunga teng ekan. Xo'p. Shunda 1 taqsim 2 ga teng b1 ning o'rniga 2 ko'paytirilgan 1 minus q ni qo'yamiz, ko'paytirilgan q. Shunda 1 taqsim 4 teng q minus q kvadrat bo'lyapti. Bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, q kvadrat minusdan q plus 1 taqsim 4 teng 0 ko'rinishdagi kvadrat tenglamaga keladi. Endi bu kvadrat tenglama q minus 1 taqsim 2 ning qavs kvadrati teng 0 bo'ladi. Q ning ikkita yechimi bor. Endi bittasini olsak ham bo'ladi. Ya'ni ikkita teng yechimi bor. Q teng 1 taqsim 2. Demak, q 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, birinchi xatimiz 2 ko'paytirilgan 1 minus 1 taqsim 2. Demak, birinchi xatimiz bizda nimaga teng bo'lyapti desa, 1 ga teng bo'lyapti. Xo'sh. Q o'rniga yetib qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan
1 ga teng. Endi bizdan 3-xat so'ralgan. Aslida 3-xat topish uchun 1-xat topish ham shart emas edi, chunki 3-xat topish uchun 2-xat ko'paytirib qo'ysak bo'lardi. O'zi 2-xat berilgan. 2-xatda shartda berilgan 1/2. 1/2 ko'paytirilgan q'miz ham 1/2 ga teng. Demak, 3-xat 1/4 ga teng bo'ladi. Demak, javob bizdan 3-xati so'ralgan. 3-xatini topadigan bo'lsak, 1/4 ga teng deymiz. Bu bizda 8-savolimiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. 9-savol. Yig'indisi 6 ga teng bo'lgan cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning dastlabki 5 ta hadi yig'indisi 5/16 ga teng. Bu progressiyaning dastlabki 3 ta hadi yig'indisi 3 ta hadining ko'paytmasini toping dedi. Yig'indisi 6 ga teng cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya deyapti. Cheksiz kamayuvchida barcha hadlar yig'indisi S bilan belgilanadi. Bu 6 ga teng. Dastlabki 5 ta hadi yig'indisi esa S5 deymiz. Bu 5/16 dan 13 ga teng ekan. Mana shu ma'lumotlar bor. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'lsa, bu Q modul jihatdan 1 dan kichik bo'ladi. Cheksiz kamayuvchi bo'lgani uchun dastlabki 3 ta hadi ko'paytmasini toping degan. Mana shu ko'paytmani topishimiz kerak. Dastlab S deganimiz cheksiz kamayuvchida barcha hadlar yig'indisi 1/1 minus Q ga teng. Shundan foydalanamiz. Xo'p, shunda 1/1 minus Q'miz 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi geometrik progressiyani dastlabki n ta hadi yig'indisi Sn 1 ko'paytirilgan 1 minus Q'ni n'inchisi taqsim 1 minus Q ga teng. Endi dastlabki n ta hadi yig'indisi. Shunga ko'ra 5 ta hadi yig'indisi desa 1 ko'paytirilgan 1 minus Q'ni 5-inchisi bo'ladi. Taqsim 1 minus Q, bu bizda 5/16 dan 13. Mana shunga teng. Endi mana shu ikkita ma'lumot bor. Bu yerdan Q'ni topib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilaman desa, buning uchun 1 taqsim 1 minus Q'ni o'rniga 6 qo'yib yuborsam bo'ladi. Chunki 1 taqsim 1 minus Q 6 ga tengligi berilgan. Shunda 6 ko'paytirilgan deyman. 1 minus Q'ni 5-inchisi teng. Buni noto'g'ri kasrga o'tkazib olsak, ya'ni 5/16 dan 13, bu 93 taqsim 16. 93 bilan 6 qisqaradi 3 ga. 31, bu 2 bo'ladi. Endi 2 ni tomonga bo'lishga o'tkazib olsak, 1 minus Q'ni 5-inchisi teng 31 taqsim 32. Mana shu shaklda Q'ni 5-inchisini topadigan bo'lsak, bu 1 taqsim 32 bo'ladi. Ya'ni 1 dan 31 taqsim 32 ni ayirsak, 1 taqsim 32 bo'lar ekan. Q'ni o'zini topadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, cheksiz kamayuvchi bo'lgani uchun shart bajarilyapti. Q 1 taqsim 2 ga teng. Endi bizdan savolda dastlabki 3 ta hadi deb ko'paytmasini so'ragan. Demak, birinchi hadini topib olishim uchun menda 1 taqsim 1 minus Q bor. 1 taqsim 1 minus Q 1 taqsim 2 shu 6 ga teng. Bu yerdan birinchi hadini topib olsam, 6 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirsam 3 ga teng bo'lar ekan. Endi dastlabki 3 ta hadi ko'paytmasi B1, B2, B3 ni yozaman. B1 ni o'zi tursa, B2 ni B1 ko'paytirilgan Q deb yozib olsak bo'ladi. B3 ni esa B1 ko'paytirilgan Q kvadrat deb yozib olsak bo'ladi. Bularni hammasini ko'paytirmoqchi bo'lsak, B1 ko'paygan Q ning qavsda kubi deb yozsam bo'ladi. B1 3 chiqdi, Q 1 taqsim 2 shuning qavsda kubiga teng. Endi bu 3 taqsim 2 ning kubi
27 taqsim 8 ga teng. Demak, javob 27 taqsim 8 bo'lyapti 9-savolda. 9-savolda. Demak, yig'indisi 6 ga dastlabki 5 ta adadimiz berilgan, dastlabki 3 ta ko'paytmasi so'ralgan. Mana shu shaklda hisob-kitob qo'yishimiz kerak 9-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 10-savol. Bu oxirgisi, ya'ni geometrik progressiya. Aniqrog'i progressiyalar mavzumizdan oxirgisi. Geometrik progressiyada 9 ta haddan iborat, uning dastlabki 3 ta haddining yig'indisi p ga, keyingi 3 ta haddining yig'indisi q ga teng. Progressiyaning barcha hadlarini toping debdi. Endi bu misolni yechishda kreativ usuldan foydalanamiz, ya'ni sal noodatiy, osonroq yo'lni ko'rsatishga harakat qilamiz. Dastlab buni nechta haddi bor desa, 9 ta haddi bor o'zi. Dastlabki 3 ta haddi yig'indisi berilyapti. P ga teng. Undan keyingi 3 ta haddi B4, B5, B6 berilyapti. Q ga teng. 9 ta haddi yig'indisini hisoblashimiz kerak. Endi barcha hadlarni, ya'ni o'zi 9 ta haddi bo'lsa, S9 hisoblashimiz kerak. Endi buni hisoblash uchun biz quyidagicha yo'ldan foydalanamiz. Deylik, 7, 8 va 9 hadlar yig'indisi qanaqadir x songa teng bo'lsin, biz x ni ham hisoblab olishimiz kerak. Mana shu uchalasini sistema qilib olaman. Ya'ni uchalasidan foydalanamiz hozir. Xo'p, endi bu yerda geometrik progressiya xossalaridan foydalanadigan bo'lsak, B1, B2, B3 larni yig'indisidan B1 ni chiqarib olsam, qavsdan tashqariga qavsda 1 plus q kvadrat bo'ladi. Mana shu yig'indi p ga teng bo'ladi. Keyingisidan B4 ni chiqarib olsam, 1 plus q kvadrat bo'ladi. Bu yig'indimiz endi q ga teng. Undan keyingisidan B7 ni chiqarib olsam, xuddi shunday 1 plus q kvadrat bo'ladi. Teng x deymiz. Biz x topib olishimiz kerak. Endi mana shu sistema birinchi va 3-chi tenglamalar deymiz. Ana shu ikkalasini ko'paytirib yuboraman. Ko'paytirib yuborsam, B1 ko'paytirilgan B7 ko'paytirilgan 1 plus q kvadratning qavs kvadrati bo'ladi. Teng p ko'paytirilgan x ga. Biz x topib olishimiz kerak. Xo'p, geometrik progressiya xossasiga ko'ra 4-xatning kvadrati B1 ko'paytirilgan B7 ga teng bo'ladi. Sabab o'zidan bir xil uzoqlikda joylashgan hadlar ko'paytmasiga teng. O'rtada xat kvadrat deymiz. Bu geometrik progressiya xossasi. Bunga ko'ra B1 ko'paytirilgan B7 ni o'rniga biz B4 kvadrat qo'yib olsak bo'ladi. Shunda B4 kvadrat ko'paytirilgan 1 plus q kvadratning qavs kvadrati teng p ko'paygan x ga. Endi bularni bitta qavsga oladigan bo'lsak, B4 ko'paytirilgan 1 plus q kvadratning qavs kvadrati teng p ko'paygan x bo'ladi. Endi bu qavs ichidagi ifodamiz q ga teng. Shunda q kvadrat kelib chiqyapti teng p kare x. Bu yerdan x topib oladigan bo'lsam, x'im q kvadrat taqsim p ga teng ekan. Demak, x ni ham topib oldim. Endi dastlabki 9 ta had, ya'ni barcha hadlarni topmoqchi bo'lsam, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 lar degani. Endi B1 dan B3 gacha yig'inda berilgan p ga tengligi, B4 dan B6 gacha yig'inda berilgan q ga tengligi, B7 dan B8 gacha yig'inda biz topib oldik. Q kvadrat taqsim p ga tengligi. Shunda S9 teng deymiz. P plus q kvadrat taqsim p ga. Bu mahraj berib olsak, p kvadrat plus pq plus q kvadrat
taqsimda p ga teng bo'lar ekan. Mana bu ko'rinishda ifodan soddalashtirsak bo'ladi. Demak, javob deydigan bo'lsak, S9imiz umumiy holatda, ya'ni umumiy mahraj beradigan bo'lsak, p kvadrat plus pq plus q kvadrat taqsim p ga teng deymiz. Demak, bu bizda 10-savolimizda. 10-savolimizda sal kreativ deymiz, boshqacharoq usulda ishlashga harakat qildik. Mana shu shaklda ishlab qo'yishimiz kerak bu savolni. Videomiz yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Hammaga rahmat. Salomat bo'lingizlar.